Agarda sizning ham roziligingizsiz, xabaringizsiz Zolotay Koronadan qarzlar rasmiylashtirilgan bo'lsa, ushbu videorolikni albatta oxirigacha ko'ring va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Chunki bugungi videorolikimizda yana bir bizni himoyamiz ostidagi shaxs haqida suhbatlashamiz. Ushbu shaxsning nomiga ham Zolotay Koronadan noqonuniy tarzda qarzlar rasmiylashtirilgan edi. Bugungi holat esa Zolotay Korona tomonidan hamda tegishli organlarga murojaat qilganimizdan so'ng ular tomonidan firibgarlik alomatlari topilganligi sababli ushbu insonning nomidan qarzdorliklar yechib tashlandi. Mana bu hujjatda, ya'ni Zolotay Koronadan kelgan qaror hisoblanadi. Ushbu qarorda bu shaxsga nisbatan kompaniya hech qanday e'tirozlari yo'qligi va ushbu qarzlarni endi bu insondan qaytib talab qilmasligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Endi esa bizni himoyamiz ostidagi shaxsdan o'z fikrlarini eshitamiz va holat bo'yicha qisqacha ma'lumotlarini olamiz. Yana bir bor assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimdan ba'zida xursandman. Kayfiyatlar ancha yaxshi bugun endi. Yaxshi aka. Holat bo'yicha ozgincha tushuncha bersangiz, bizni kuzatuvchilarimiz bizni suhbatimiz nima haqida ketayotganini tushunishlari uchun bir boshidan gapirib bersangiz. Qanday bo'lgan, nima bo'ldi, qancha summa edi? Assalomu alaykum. Avvalambor Abu Bakr Safayev akani obunachilari. O'tgan yili uyga Tojikistonga ketishim oldi bilan o'sha bola meni, ya'ni ruxsatimsiz Zolotay Koronadan kodni olib telefoniga nima qilgan? Uстановка qilib olgan. Keyin Tojikistonda yurgan paytim Rosin, ya'ni uydagilarga telefon qilishgan, Zolotay Koronani nimalari. O'sha paytda xabar bo'ldimda. Ya'ni qarzdorlik bo'yicha bu inson kompaniya uydagilariga qo'ng'iroq qilib, qarzlarni talab qilgan paytida bilib qolganlar. Kim bo'lib chiqdi? O'zi kim edi o'sha bola? O'sha bola tanishim bo'ldi-da. O'zingiz tanishingiz bo'lgan. Og'aynim. Afsuski, hozir haqiqatda praktikada, ya'ni meni faoliyatim bo'yicha shunaqa ishlar juda ham ko'p ko'rib chiqilmoqda va ko'pchilikda o'z yaqin tanishlari yoki yaqin qarindoshlari, xonadoshlari bo'lib chiqmoqda. Shuning uchun telefoningizga, sim kartalarga juda ham ehtiyot bo'linglar, chunki ko'pchilik mana shu jinoyatlar, mana shu holatlar bo'yicha jabrlanib qolmoqda. Qancha qarzdorlik edi bugungi kunda? 550 minglar atrofida-da. 550 ming. Qachon ko'rdingiz oxirgi marta qarzingizni? Kecha ko'rganingizda bor. Kecha ko'rdim. Bugun yo'q. Zolotay Korona. Akamiz boya уже полностью tekshiruvlarni amalga oshirganimizda, ya'ni prilojeniyega kirib qarzdorlik bor yo'qligini tekshirgandan keyin yana qarz beryapti, olaymi ekan deb qo'yadilar. Xullas, bizni umuman qanday qilib topgan edingiz? Instagramda ko'rdim. Kuzatib borardingiz yoki qidirib topdingizmi? Oldimdan chiqib qoldi-da. Chiqib qoldi. Boshida ishonganmisiz yoki qanaqadir shubha bo'lganmi? Bitta yarimta odamni o'shanaqa yordam berganingizdan keyin sizga murojaat qilishga qaror qildim-da. To'g'ri. Birinchi ko'rgansiz, lekin ishonch bo'lmagan, poylab kuzatib yurgansiz. Keyin o'sha odamlarning videosini chiqargandan keyin murojaat qilgansiz. Murojaat qilgansiz. Tushunarli. Siz ishingiz lekin juda ham ko'p vaqt talab qildi, qandaydir qarshiliklar juda ham kuchli bo'ldi. Shu sababli mana faoliyatimdagi eng uzoq muddat hal qilingan ish sizniki hisoblanadi. Ya'ni bu insonni muammosini hal qilish uchun umuman olganda 9 oy vaqt ketdi. Lekin esa 9 oy bo'lishiga qaramasdan biz kutgan natijalar amalga oshirildi. Faoliyatimizdan, xizmatimizdan xursandmisiz aka? Ha, albatta aka. Ketgan xarajatlaridan, bu albatta to'g'ri tushunasizlar, biz huquqiy yordam ko'rsatamiz, ya'ni yurist xizmatlari va har bitta xizmat o'z xizmat haqqini talab qiladi. Shuning uchun ochiq oydin aytiladigan narsa, bu doim aytib kelganman. Biz qanaqadir davlat organi xodimi emas yoki bo'lmasam fond tomonidan pul olib biz shaxslarga yordam ko'rsatayotgan joyimiz yo'q. Shuning uchun baribir shunaqa xarajatlari bo'ladi. Agar siz ham shu xarajatlarga rozi bo'lgan bo'lsangiz, biz ham sizdan olgan shu xizmat haqqimizga biz ham rozimiz ko'rsatgan xizmatlarimizga.
qarzdorligingiz qolmadi, endi kayfiyatlar yaxshi, bu yoqga Kayfiyatlar endi yaxshi ekan. ehtiyot bo'lasiz. Kuzatuvchilarimizga nima degan bo'lardingiz? Kuzatuvchilaringizga aytmoqchimanki, telefoningizni kim yaqin og'ayningiz bo'lsa ham bermaganingiz yaxshida. Ya'ni ehtiyotkorlik choralarini ko'rib qo'ygan yaxshi. Albatta. Ishonchsizmi yoki ishonish qiyinmi menga? Ishonchsiz Chunki ko'pchilik kommentariyada qanaqadir yolg'on yoki postanovka deb aytishadi. Biz siz bilan tanishmasmidik? Yo'q. Полностью o'zingiz bilan MVDga borib arizalarni topshirdik, kompaniyalarga shunaqa dosudebniy pretenziyalarni jo'natib, kompaniya bilan juda ham bir og'ir tortishuvlar bo'ldi, ya'ni qiyinchiliklar albatta yo'limizda chiqdi. Asosiysi ushbu inson nomidan qarzdorlik olib tashladi va biz ham xursandmiz, akamiz ham xursand. Aka, ishlaringizga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Kuzatishda davom etinglar. Agarda sizda ham xuddi shunday muammolar mavjud bo'lsa, videoni do'stingizga jo'nating, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va agarda siz bizning ofisimizga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, bizning manzil Moskva shahrining Metro Dubrovka 1-vxtida joylashgan Astrum Targoviy sentrining 3-qavatida. Agarda siz boshqa shahardan kuzatayotgan bo'lsangiz, bizning Telegram raqamlarimizga yoki bo'lmasam prямой raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Raqamlarimiz +7 930 984 33 33 yoki bo'lmasam +7 930 958 44 44. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan Abubakir Safayev.